ichidan har bitta raundda ikkita narsa tanlab olamiz va ikkalasini aralashtirib yeb qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yeb qo'yganga 1 ball, yemagan kim kam ball yiqqan bo'lsa, o'sha oxirida shart bajaradi. Rozimisan? Shart nimaligini men sizlarga hozir aytib beraman. Like bos. So'rab bilasiz. Birinchi bo'lib bizda Zohirbek tanlab berar ekan va buning ichidan ikkita narsa tanlash kerak. Undan keyin men tanlayman va video davomida ko'ra olamiz. Zohirbek, to'xta, aralashtirib olaylik. Ukajonim, sizlar like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xo'p, tanla, ikkita. Yana bitta. Hop. Короче, ikkita tanladi, ochib ko'r va nimaligini ayt. Xo'p, qani? Nima ekan birinchisi? Nima ekan? Shokolad. Vo, birinchisi shokolad va ikkinchisi nima chiqdi? Davay. Bular minus bo'ladi уже. Chili. Mavkamma. Короче, shokolad bilan chili edi. Boya aytdim shuni shokolad bilan chili tushib qolsa nima bo'ladi deb. Bo'lmasa, ukajonim shokolad bilan chili edi. Endi bo'lsa, men tanlashim kerak. Men aralashtirib bermanga kerak. Berman. Bu musorga ketadi уже. Biz bu yoqni iflos qilmaymiz, o'shaning uchun musor tashlamaymiz. Men tanlashim kerak. Voy. Davay. Tanluring bo'ldimi? Nechasini pichasini? Shu kankillatib so'kish kerak edi shu bolani. Kommentariyada Zohirbek bot deb yozib yuboringlar. Birdaniga ikkita oldim va birinchisini ochib ko'ramiz. Qurt. Yaxshi. Ey xudojonim, yaxshi narsa tushsin ish qilib. Qani. Qalampirchisi? Yo. Voh, bodring. Qurt bilan bodring. Bu endi biz narsalarni olishga o'tamiz. Sizlar bo'lsa like podpiska esdan chiqarmanglar. Let's go. Men buni sug'urish kerak ekan. Voy, qo'limga to'kildi. Chili bilan shokolad. Lekin ko'p to'kilib ketmasin. Kam. Bo'ldi. Voy, qo'limga. Ma'lum. Vojin. Bo'ldi, Zohirbek narsasi tayyor, shuni endi yeb beradi. Mana. Короче, biz narsalarimizni tayyorlab oldik. Mana buni qarasanglar, ko'rsatgan bitta. Voh. Zohirbek mashina, короче, yarmini yeb bersang hisob. Yarmini yeb yutib berasan, senga 1 ball yoziladi. Aytgach, yutqizgan nima qilishini aytib o'ting. Eng kam ball to'plab yutqizgan odam prям tuxumni pishirilmasdan ichish kerak bo'ladi. Tuxumni teshadi, o'shani ichib qo'yish kerak bo'ladi. Bu vahshiyona, biz ichib ko'rmaganmiz o'shaning uchun. Maksimalni yutishga harakat qilishing kerak. Davay Zohirbek, yarmini yeb berasan, ha? Birdaniga hammasini yegan yaxshi emasmi yarmini? Basharasini qaranglar, basharani. Qani qizardimi basharasi? Bu yog'ini ko'rsatgan, mana yeyishini qaranglar. O, yana yarmini tishlaysan, davay. Qizarib ketyapti bu. Tami qanaqa ekan Zohirbek aytib ber bizga. Yeyapti, dakansa yeyapti. Qalay ketyapti tami? Qizarib ketdi basharasi. Basharasi qara, qizarib ketganmi? Achchiq emasmi? Mana ko'zi qizarib ketyapti buni. Voy, onasini yemsin. Bo'ldi, hisob. Yeb tashladi. Men yomasdim lekin. Sizlar yolarmi deylar, yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bo'lmasa endi bodring bilan biz suv ichgan ketgan. Basharan qara qizarib ketgandi. Va nihoyat meni galim, endi men bitta bodring bilan men bu qurtni yeb berishim kerak. Qaysi birini birinchi olsam ekan? Kelinglar, birinchi katta bodring tishlaymiz-da. Buni og'izga solib sirasi mix qilib yevoramiz. Ketdi. Voy, onasini yemsam. Короче, nimani tam kelyapti deydi-ku? Qurt bilan bodring bor-ku. O'shani tam kelyapti-da. Yeyishlarni tavsiya qilmayman. Noqora sadolar ostida keyingi raundga o'tamiz. Let's go. Zohirbek, shu shenalar qanaqa aytib bergan? O'zimdan nima tam kelyapti aytayim. Chili bilan shokolad aralashtirib yeysiz-ku o'sha. Voy, meni yumorimni qotdi bratchika. Короче, hali yesa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lsa. Zohirbek amalladi. U soat o'tirasiz, daraxt tagida qusib. Yo'q, qusmadi-yu, lekin suv bosib suv ichdi. Suvimiz qolmadi ichga, men ichib qo'ydi hammasini. Короче, biz bo'lmasa ikkinchi raundga o'tamiz va birinchi bo'lib men tanlayman. Men tanlayman deyman. Birga bor. Negrmisan? Aktango'liga. Bo'y yetmayapti-da, tipirchilab oyoq ustida tur. Mayli, necha. Qani? Men tanlayman deyman birinchi. Yo'q, men tanlayman. Bismillah. Xo'p, ikkita dona olish kerak edi. Bo'lmasa ichidan ikkitani olamiz. Ikkita olindi. Yo'q, bitta olinibdi. Birinchisi nima bu? Mayonez. Voy, onasini yemsin. Mayonez bilan nima tushadi deb o'ylaysan? Qani ikkinchisi? Qotlanch. Oreo. Voy, onasini yemsin. Mayonez bilan Oreo qanaqa ketadi? Mayonez bilan Oreo. Oqlar qora bo'lib, qoralar oq bo'lib qolsa. Men miyam cho'ta ketyapti, cho'ta. Bugun to'g'ri uyga emas, doktorga ketamiz shekilli Zohirbek bu narsalardan keyin. Qani Zohirbek ichidan, sekinroq.
Bo'lmishi bo'lsang ham. Qani nima tushdi Zohirbekga? Nima? Dragon fruitmi? Dragon fruit. Voh, keyin ikkinchisi. Mana ishonmasanglar Ha, bu. bo'ldi, Mana atmen bo'ldi. bu mana mana. Tepadagisi atmay, Dragon pastagisi dragon fruit. Qani, keyingisi, ber buni. Ol keyingisini. Nima tushdi senga? Nima deydi? Apelsin. Dragon fruit bilan apelsin. Bu salat yeyapti-yu, mana qanaqa be? Voy, bo'lmasa biza ikkinchi raundga ketdi. Bizda ikkinchi raund boshlandi va bu Oreo bilan mana mayonez birinchi bo'lib maya beraman. Zohirbekni apelsini bilan dragon fruitni. No, like bosib turinglar, endi biza yeyishga o'tamiz. Qani ketdi. Buni Birinchi lekin orqasidan qisib qo'yamiz. lekin menga tushadi deb o'ylamadim boru. Men dragon fruitni niyat qilib turdim, tushmadi-da. Shuncha yetsa kerak, oxirigacha yeyman-u. Aha. Ko'proq soling. Mayli, mayli. Yig'lamasin, yutqizdi demasin. Voy, Soling lekin yana, soling. qanaqadir anu kislotani hidi kelyapti, boru. Ketdi, bismillah. Soling. Bo'ladi. Bo'pti, davay. Mazani qochiraman. O'zing yeysanmi shuni? Ketdi. 1 2 3. Menga juvayanaga yemayman-da. Tuflang. 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 Men maza qilmayman buni. Husayn. Qusmasangiz odammansiz voy. Shokoladli krem bo'ladi-yu. Serozda o'shani tam kelib qoldi, shokoladli krem. Просто krem ozgina ko'proq-da. Voy, onasini yemsin, lekin maslahat bermayman, yemanglar. No, yeb qo'ydim, menda ham demak 1 ball bor. Zohirbek davay. Ye hammasini, bittada og'zingga tiqishing kerak. Majbur, serios. Og'zimdan 5 ta kelyapti-yu bu. Tiqorur. Aytmaydi bu. Ye tezroq bo'lmasa, davay. Ikkalasini mix qilib yeyishing kerak. Ta'mi qalay? Men buni yemading, tishla, ye tez. Qanaqa qilaman? Ye tez, chaldiysan hozir. Tishla, tez, ha. Bu limon emas-da, mandarin bu. Apelsin bu. Dragon fruit, men buni ham ye, siqirt. Bitta deyishing kerak. Bundan bo'ldimi? Yo'q, ikkalasini bir aralashtirib yeyishing kerak. Tushib ketadi hozir dragon fruiting. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bizda tezroq 5 mingta bo'lishimiz kerak. Zohirbek latta deb yozinglar kommentariyaga. Ye tezroq, yeb qo'y. Voy, onasini yemsin. Men buni qo'shib yeb ko'rasam, yana 1 bal qo'shib beraman, shuni yesang. Davay. Pashole. Mazza ekani bunga. Короче, bizda ikkinchi raund tugadi va ikkalamiz ham yeb qo'ydik, to'g'rimi? Men ba'zigina krisali ishlarni qilyapti. O'shaning uchun Zohirbek bot deb yozinglar kommentariyaga. Yozmasanglar rozi emasman lekin. Like bosinglar. Xo'p, bo'lmasa, endi biz 3-raundga ketdik. Hozircha durang. Bizda короче 3-raund va endi Zohirbek janoblari tanlab beraman deyapti. No bo'lmasa, tanlash huquqini Zohirbekga beramiz. Ikkita ichidan bang. Sirazi. 4 ta olma, 2 ta olma. Tash ikkitasini. Qani, nima chiqargan ko'ramiz. Короче, ungacha sizlar like bosinglar, obuna bo'lib turinglar. Qani Zohirbekjon? Nima tushdi? Banan. Keyingisicha agar yaxshiroq narsa tushib qolsa, o'zim osib yuboraman. Suvga tashlab yuboraman, anta suv bor. Davay, keyingisi. Nima ekan? Nima bu? Чеснок. Banan bilan chesnok tushdi. Kayf qilar ekansan, endi ukajon nima? Sizlar chiqib bermasangiz rozi emasman. Yo'q, kam chesnok bilan Zohirbek sasot, hozirdan sasotyapti. Bo'lmasa ber buni ham. Endi tanlash navbati kimga? Tanlash navbati menga, конечно. Zohirbek men. Aralashtirib ber, ikkita tanlab tashlayman men tez. Tanlash problema emas, to'g'rimi? Tallulimi? Men ikkita tanlab oldim. Talluli. Xo'p, endi buni ochamiz va bizga nima tushdi? Qalampir. Men nima yashayapman bu dunyoda o'zi Zohirbek, qalampir ham tushadimi bizga? Xo'p, keyingisi bizda bolgarskiy. Men qalampir bilan bolgarskiy chiqishib zo'r ketadi ikkalasi. No-da, bo'lmasa biz endi narsalarni tayyorlab olishga o'tamiz. Let's go. Короче, bizda 3-raund boshlandi va men o'zimning narsalarimni oldim va Zohirbekga tushgan narsani ko'rishinglar mumkin. Birinchi bo'lib Zohirbek buni yarmini yeysan, keyin buni tishlaysan. Davay, bittada mikser qilib yeyorishing kerak. Bo'lmasa hisoblanmaydi bal. Tishla. Voy, buni jilaganini. G'aja. Qirsillagan ovoz chiqsin, qani. Yotdi. Fu, hada chiqib bilaq. Oswa. Nima qilaman buni? Qo'lingda o'sha. Yerra isrof qilyapti Zohirbek. Bashara qizarib ketdi yana.
Voy, buni ustidan kulyapman, lekin g'alamanda mana bu narsalar borda ham, ustidan mana bu narsalar borda ham. Tashlab yuboraymi o'zimni bundoq qilib. Sasosan. To'g'rini yeyman, buni oxirigacha yeyman lekin. Yevorur. Bo'ldi, bo'lmasa endi men o'zim narsalarimni yeb berishim kerak. Bu ikkalasi bir-birini chiqishib, yaxshi tam chiqarib bersa yaxshi bo'lardi. Men bu achchiq deb o'ylaysanmi yo shirinmi? Achchiq. Qochishga tayyorlanaydi. Sen sirasi qochib qolgin, men ancha qusorish ulguraydi. Davay. Ketdimi? 1. Birinchi buni tushli. Birinchi buni tushli. Ha. Tushli. O yarmini tishladim. Og'zim shirin bo'pti, lekin achishib ketyapti. Voh! Bo'ldim. Normalroq narsa berdi. Voh! Короче, tamam bo'ldim. Og'zim kuyyapti boru. Addushi rahmat aka. Bo'lmasa biz keyingi raundga o'tamiz. Ya'ni 4-raundga ketdik. Chesnokdan keyin ketadi. Fu, yomon og'zida sasiyapti boru. Qanaqa olib ketamiz uyga bilmayman buni. Короче, fu, Keldimi sizlarga? Black. Короче, bizda 4-raund va endi bizda 4 ta narsalar bor. Ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. O'shaning uchun 4-raund bilan 5-raund ozgina o'zgartirishga to'g'ri keldi. Operator. O'tib ketgan narsa, bitta narsa qo'shildi va unga yaxshi narsa, yomon narsa tushishi mumkin va 5-raundda 3 ta narsa deymiz, uni operator bizga tanlab beradi. Ko'ramiz, operator yaxshi bo'larmikan yoki yomon. Videoni oxirigacha ko'ringlar va like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Operator turish uchun Birinchi mana bo'lib men tanlayman, men Zohirbek. Aralashtirib ber.